Nima qilish kerak qachon hech narsa qiyin kelmayotgan? Zalga chiqqing kelmayapti, o'qiging kelmayapti. В принципе, hech narsa qiyin kelmayapti. Shunaqa состояние bo'ladi, ikki kishida hech narsa qilgisi kelmaydi. Tishga qo'yiladi. Kechki payt oldi zalga chiqishinglar kerakmi? O'zinglarni totib bo'lsa ham zalga chiqaringlar. Hozir prosta taksiga o'tiraman. Zalgacha boraman. Yoqmasa ketaman. Taksiga o'tirdinglar, zalga bordik. Уже keyingi etap boshlanadi. Mayli. Yoqmayapti haligacha. Prosta kiyinaman-da, zalda sal yuraman-da. Agar yoqmasa, shuni taksiga o'tiraman, qaytaman. Ikkinchi etapga o'tdinglar. Hali ham zal yoqmayapti. Tasavvur qilamiz. Yuribsizlar zalda, mana shu bitta podxod qilaman-da, и всё. Boshlandi. Sizlar zaldasizlar, уже protsessdasizlar, уже hamma narsa yoqishni boshladi. Хотя бы qilmoqchi bo'lgan narsanglarni o'sha payt 10% ni qilishni o'rganing.